Qishloq xo'jaligi xalqimiz rizqi, yurtimiz taraqqiyotining muhim tayanchi. Soha rivoji yo'lida fidokorona mehnat qilib kelayotgan insonlarni qadrlash, ularga munosib e'tirof ko'rsatish ezgu an'anaga aylangan. Namangan shahrida ham qishloq xo'jaligi xodimlari kuni munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga muvofiq ana shu fidoyi insonlardan bir guruhiga davlat mukofotlari topshirildi. Farmonga ko'ra Namangan viloyatidan ham bir guruh yurtdoshlarimiz davlatimizning yuksak orden medallari bilan taqdirlandi. Shu munosabat bilan soha vakillari viloyat jamoatchiligi ishtirokida taqdirlash marosimi o'tkazildi. Unda qishloq xo'jaligiga chin dildan munosib hissa qo'shayotgan fidoyilarga mukofotlar tantanali ravishda topshirildi. Qishloq xo'jalik xodimlari kuni munosabati bilan hurmatli prezidentimiz mehnat shuhrat ordeni bilan taqdirladilar. Bu butun viloyatimiz pillakorlarini olgan mukofoti deb o'ylayman. Prezidentimiz pillakorlar uchun juda katta imkoniyatlar berdi. Mana bir oy qurt boqqanlarga 1 yillik mehnat stajlarini beryapti. Oldin pillachilikka bunchalik katta e'tibor bo'lmagan. Mana hozir prezidentimiz chiqargan qaror farmonlari butun pillakorlarga kuch-quvvat bag'ishlayapti. Yildan yilga qurt boquvchilar sonimiz ko'payyapti. Farmon sohada o'z yo'nalishida ilg'or mehnat qilayotgan peshqadamlar uchun chin ma'noda bayram tuhfasi bo'ldi. Masalan, Qodirjon Xoliqov 20 yildan ortiqki sohada traktor mashinisti, kombayn operatori bo'lib ishlab kelmoqda. Men ancha yildan beri mana shu qishloq xo'jalik sohasida ishlayman, yuqori unumli texnika minaman. Xursandman yurtboshimizdan bizga kamtarona mehnatimizni qadrlab, shuhrat medali berdilar. Kutmadik. Mehnatimni natijasini prezidentimiz mana taqdirlab berdilar. Bu chiroyli bir bayramga bir tuhfa bo'ldi bizga. Sohaga e'tibor juda yaxshi bo'ldi. Texnikalari yangilari, zamonaviylari keldi. Haydov texnikalar ham zamonaviy, yaxshi, ichlari shinam, konditsionerlari bor. Faqat bizdan mehnatda Xudo xolasa bu medalni kuchini yana ko'rsatamiz, yana mehnat qilamiz. Marosimda soha vakillari, faxriylari tomonidan qishloq xo'jaligiga mamlakatdagi bugungi yuksak e'tibor, imkoniyat va imtiyozlar haqida so'z yuritildi.